Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida amaliyotchi hamshira o'zining uchastkasiga bemorni qay tartibda biriktirishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan bemorlar paneli ustiga bosamiz. Bu yerdan qidiruv maydoniga kerakli bemorning ismi yoki tibbiy karta raqamini kiritamiz. Bemor topilganidan so'ng profilga o'tish ustiga bosamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek bemor haqidagi barcha ma'lumotlar chiqib keladi. Bemorni biriktirishni boshlash uchun pastga tushamiz. Biriktiruv oynasidan biriktirish tugmasi ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek poliklinikaga biriktirish oynasi ochiladi. Bu yerdan kerakli uchastkani va shifokorni tanlaymiz. Va biriktirish tugmasi ustiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bemorni biriktirdik. Bu yerda shifokorning ismi, biriktirilgan uchastkasi, biriktiruv sanasi va yechilgan sanasi ko'rinib turadi. Demak, amaliyotchi hamshiraning o'z uchastkasiga bemorni biriktirish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.